Bugun biz yangi lokatsiyadamiz. Yunusobod tumani Chiri haydovchilarini qidirib topamiz. Agar 100 ming kilometrdan oshgan bo'lsa $100 beramiz. O'tgan safar hech kimga nasib qilmadi. Yana bizdan bonus. Agar Chiri Chilonzorga obuna bo'lgan bo'lsa, haydovchi biz ularga parok uстановкасini bepul qilib beramiz. O'zingizlar bilasizlar, 100 ming kilometrga $100 bonus beramiz hamda biz har bir 1000 probegiga 1000 so'mdan beraveramiz. Bizda yutqizish doirasi yo'q. Umuman naqa ham pul ishlaysiz, naqa ham pul ishlaysiz. Agar bizga obunachi bo'lgan bo'lsangiz, undan ham yaxshi biz parok sizga o'rnatib beramiz. Shunga shu videoni ko'rganlarga tavsiya beraman, bizga obunachi bo'lib qo'yinglar. Keyingi safar ko'chada biz sizlarni qidirib topsak, ugrozga o'xshaydi. Qidirib topsak, parok beramiz dedi. Va biz sizlarni keyingi safar yo'lda uchratib qolsak, biz sizlarga bepul parok sovg'a qilamiz. Oke. Bizni Chiri avtosalonidamizda. Mana bitta to'xtatib savol javob qilsa bo'ladimi? 5 minutga. Bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz, tuzimsiz? Chiri Tiggo YouTube Pro'ni ko'rib qoldik. Bizda hozir savol javob ketyapti. Bu mashina qancha yurgan aka? Agar 100 mingdan oshgan bo'lsa, biz bemalol sizga $100 beramiz. 51 ming yurgani. Хорошо. Bitta yana savol bor. Chiri Chilonzorga obuna bo'lganmisiz? Yo'q, bo'lmagansiz. Agar obuna bo'lganingizda biz bepul parok o'rnatib berardik как раз shu mashinaga. 51 ming bo'lsa, biz 51 ming so'm beramiz. Hozir. Yo'q, bizda mana shunaqa shartlar. Mashina haqida siz aytib bersangiz, qalay o'zi hissiyot? Mashinani olganimizdan beri yaxshi haydayapman. Xudoga shukr, hali DTP bo'luvdi, lekin hech qayerda lat yemagan, lekin boshqasiga lat yuvdi. Kuchliroq mashina desa ham bo'ladi. Yurishlari ideal. Yurishlari idealmi? Zapchastlar kerak bo'lmagan-da. Zapchastlar kerak bo'lmagan bir marta. Shu aytaman, DTP bo'lgandan keyin bitta ham joyiga lat yemagan. Boshqa mashinaga lat yegan. 1dan 10gacha ham qanchaga baholaysiz? 1dan 10gacha 15 baholayman. 1dan 15 gacha baholayman. 1dan 15 gacha 15 mi? 15 gacha. Bo'ldi aka, men sizni tushundim. Yo'q, bu kerak, bu o'zimizning shartlarimiz. Sog' bo'ling aka, rahmat kattakon. Vaqtingizga rozi bo'ling. Hozir ikkinchi Chirini qidirdik, topib oldik. Mana orqamda yana bitta Chiri ketyapti bor-ku. Hozir yana 7 Pro. Hozir. Brat. To'xtab turing. O'tib olsangiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? На русском, да, с вами? Да. Мы просто с автосалона Чири, получается. И мы сейчас производим опрос. Сколько у вас машин уже пробежало километров? Если больше 100 тысяч, мы вам даем $100. У вас получается 39 586, да? Можете дать оценку своей машины от 1 до 10? Хорошая машина, Отлично. да? Как вам по комфорту? Я видел, у вас ДТП случилось. Как справилась машина? Нормально. Нормально? От 1 до 10 какой балл дадите? 10. 10. Мы вам за каждую 1000 километров даем по 1000 сом. Здесь дома или куда-нибудь и на Хорошо. моего. Или Хорошо. зайдите в картинку куда от моего. Okey, спасибо большое. Давайте. Okaga 40 ming so'm shundoq bermoqchi edik. Yo'q dedilar, menga kerak emas dedilar. Borganda korzinkani ehson qutisiga borib solib qo'y dedilar. Mendan ehson qilib dedilar. Shunga hop dedim, mayli dedim, 40 minglarni olib qoldik. Xudo xolasa bu video tugaganimizdan keyin biz istoriya ham qo'yamiz. Shu korzinkaga kirib ehson qutisiga solib qo'yamiz o'sha 40 ming so'mni. Bizda уже ikkita Chiri urildi, 3-Chiriga ketyapmiz. Ikkitasida ham DTP bo'lgan ekan. DTPni vaqtida yaxshi ko'rsatgan ekan. Mana birinchi hakam 1dan 10gacha bizdan 15 deyordilar. Ikkinchi sal yoshlari katta dodamiz yaxshi dedilar. Mashinaga pretenziya yo'q, zo'r mashina. Da. To'xting. To'xting. To'xtab turing. Biz Chiri avtosalonidan bo'lamiz. Просто Chiri haydovchilarni hozir to'xtatyapmiz shu Yunusobod tumanidagi. Biz sizdan probegingizni so'ramoqchi edik. Qancha yurgan shu mashina? Agar 100 mingtadan oshgan bo'lsa, biz sizga $100 beramiz. 100 mingdan oshgan bo'lsa. Oshmagan bo'lsa-chi? O'sha anaqasiga qarab biz pul beramiz. Qancha sizda probeg? Где-то 30 mingcha. 30 mingcha? Ko'rsata olasizmi? Tak, 28120 bo'pti. 28120. Mashina to'g'risida nima deysiz akajon? Mashinani hammasi meni nima deydi? Menga ma'qul. Xo'p. Единственный servis deganda selxoz oldidagi salonga borgandim. Yopilib ketdi. Aha, Sampini oldida. Kamko'sti bor edi-da. O'zini zavodskoy nimasi. Ancha yurgandan keyin 10 tarafda qanaqadir ovoz chiqdi.
diagnoz qilishdi. Diagnozni aytishdiki, anaqa o'sha muammosini aytishdi. Zakaz qilamiz, kelgandan keyin telefon qilamiz deyishdi. Yarim yil bo'ldi, haligacha telefon qilishmayapti. Chunki u Hali ham filial ovoz chiqyapti. U filial yopilgan. Tushunasizmi? boshqa filialimizga bormadingizmi? Bormadim, men endi hammasi взаимосвязанный bo'lish kerak-ku bir-biri bilan, to'g'rimi? Bizda eng katta servisniy sentr bor. Men sizga lokatsiyasini tashlab qo'ya olaman, xohlasangiz. O'sha yoqqa borib, xudo xolasa hamma narsani tuzatib berishadi. 5 yil hali bo'lmadi-ya? Yo'q, 3 yil bo'ldi endi. Bo'ldi, 5 yil garantiya bepul qilib berishadi-yu. No, faqat telefon qilishmadi, chunki zapchast yo'q deyishdi. Ha, zapchast yo'q. Xitoydan zakaz qilishadi. Men sizga lokatsiya tashlab qo'yaman, xohlasangiz meni telefonimni ham qo'shib oling. O'zimiz olamiz pod kontrol. И qalay baholaysiz shu mashinani? Birdan 10 gacha. No, где-то 7. 7 ya? Da. Xo'p, nimalari yoqmadi, вот кроме вот этого? Ozgina shum bor. Shumi bor, a? Shumi bor. Salonda shumi bor. Yurishi yaxshi, yumshoq men uchun. No, mana shunaqa defekti chiqdi-da, ozginadan keyin 10 tarafda ovoz chiqdi-da. Olib borib nima ekanini bor ko'rsatsam, mana shunaqa deyishdi. Всё, хорошо. Rahmat kattakon akajon. Nimaga? За пробег. Shart emas. Yo'q, oling, aka, это условия, вот такие вот. Xo'p, rahmat kattakon akajon. Vaqtingizga rozi bo'ling. Hozir bitta to'xtatinglar, akani. Aka. 1 minutga sizga mumkinmi? 1 minutga mumkinmi? Savol-javob. Cheridanmiz? Cheridan. Bo'ldi. Shoshaman dedilar, Yandexga. Mana akani ham to'xtatib ko'rdik, vaqtim yo'q dedilar, chunki Yandex biznesda ekanlar, shunga hozir klient olishga ketyaptilar. So'rgan akaliga, Yandexga ham cheri bo'ladi. Yaxshi mashina. Aka 1 minutga to'xtatib, savol-javob qilsa bo'ladimi 1 minutga mana shu yerda? Voy, 1 minut aka, 1 minut. Bitta so'mdan bo'lamiz, Cheri Chilonzordan. Agar 100 ming kilometrdan probegingiz oshgan bo'lsa, biz sizga $100 beramiz. Qancha probeg? 60 necha ming, 100 mingga bormadi. Ko'rsa bo'ladimi? 66580 ekan. 66 ming bo'pti. 66 ming bo'lgan. Хорошо, akajon. Biz 66 mingga 66 ming so'm beramiz. Hamda agar Cheri Chilonzorga obunachi bo'lgan bo'lsangiz, biz sizga bepul parok sovg'a qilamiz. Mashina qalay o'zi? Qancha haydayapsiz? Yaxshi. Qachon oluvdingiz? Ingichka payt necha yil? Уже 2 yil bo'lib qoldi-da. 2 yil bo'ldi, 66 ming bo'lgan. 1dan 10 gacha qanchaga baholaysiz? 1dan 10 gacha 7 da. 7. Xo'p, nimaga 7? Nimaga 3 ball yetmadi? Nimaga deganda, masalan, tezlikka unchalik emas-da. Tezlikka masalan, trassada masalan anu emas-da endi. Yo'qda masalan 200 anu bo'lsa 200 ga bormaydi. Просто tezlik sifatidan, boshqa komfort sifatidan yaxshi hammasi. Bo'ldi, aka, men sizni tushundim. Boshqasi DTP hech narsa bo'lmagan. bo'lgan. Qalay o'zini ko'rsatdi? O'zi yaxshi. Zapchastlarini topa oldingizmi? Hammasini topildi. Hamma narsa O'zbekistonda mavjud. Bor, mavjud. Bo'ldi, akajon. 66 ming bizadan. Rahmat, bizga obunachi bo'lib qo'ysangiz, o'zingizni videoyingizni Cheri Chilonzorda ko'rasiz. Rahmat. Xo'p, hisob bilan aka, rahmat. CG8 Pro'ni ko'rdik. Hozir ularning ketlardan ketyapmiz. Hozir biz NBU tarafdamiz. Qozog'iston kinoteatri ketish tomonda. Shularni bir to'xtatib, savol-javob qilsak. Можно на 1 минуту вас? У нас опросник просто. Можно на 1 минуту вас? Михаил, здравствуйте, меня зовут Шовджахон. Мы с автосалона Cheri Chilonzor получаемся. Мы увидели, что у вас машина Tiggo 8 Pro, да? Да, все верно. Да, хотел спросить, когда вы приобрели эту машину? Летом 23-го года. Летом 23 года. Мы сейчас дарим водителям Cheri, если у них пробег после 100 тысяч километров, $100. У вас какой пробег? Не, 30 тысяч машин. У вас 30 тысяч. Можете Да. показать? Да, бесплатно. Да, 29 954. Игра 954. Окей, как машина себя показала, Михаил? Хорошо. Не было проблем. От Ну, 1 до от- 10. Машина 9. 9, да? Да. Окей, в чем минус? Там в какой-то момент вот в этой или в той двери начало какое-то шатание. Окей. Приехал официальный сервис, они мне не помогли, поехал к Султану, он помог. Окей. Реклама Султана Да. получается. Хорошо. Окей, у вас получается 30 тысяч пробега. Да. Оцените машину от 1 до 10, это на 9 баллов, да? Да. В целом все нормально? Все отлично, машина шикарная. Семейная, семиместная, то есть у вас много детей получается? Нет, детей пока нету, но мы вот с семьей, когда вместе с родителями куда-то выезжали, использовали заднее сиденье. Ох. Нормально. Классно, хорошо. Тогда мы Для щас- детей отличное место. Для детей, да. Как Да. вообще по комфорту? Все шикарно. Окей, тогда мы вам дарим 30 тысяч сом Спасибо большое. за каждый ваш Всё, пробег. спасибо. Спасибо большое, Михаил. Всего вам доброго. Хорошего дня. Ага, будем ждать вас.
И если вы на нас были подписаны, мы бы вам бесплатные пороги подарили. Я пороги не люблю. А, серьезно? Окей, хорошо. Всего вам доброго. Спасибо за ваше время. 5-chi mashinamizni ham biz to'xtatib savol javob qildik. Hozir meni qo'limda mana 40 ming so'm. Uni ehson ko'rasizlar dedilar dodamizni. Shunga hozir o'sha 40 mingni olib biz yoki masjidda ehson qutisiga yoki korzinkaga solib qo'yamiz. Mana dodamiz aytgandek biz va'da berdik, 40 ming so'mni tashiymiz deb. Mana 40 ming so'mni masjid qutisiga mana tashlayapmiz. Ehsonlari qabul bo'lsa. Toshkent ko'chalarida ko'rishguncha, agar bizga obuna bo'lsanglar, bizda albatta sizlar uchun sovg'alar bor. Biz sizlarni kutib qolamiz.